O'zbekistonda past kuchlanishli elektr tarmoqlari xususiy sektorga beriladi. Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz like bosishni va dunyodagi yangiliklardan eng birinchi xabardor bo'lishni istasangiz obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda past kuchlanishli elektr tarmoqlarini xususiy sektorga berish ishlari Samarqand viloyatidan boshlanib, keyingi bosqichda Andijon, Jizzax, Namangan, Sirdaryo, Toshkent viloyati va Toshkent shahriga kengaytirilishi rejalashtirilgan. Bu haqda 14-yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev tanishgan energiya samaradorligini oshirish hamda elektr energiyasi ta'minotida bozor mexanizmlarini joriy etish bo'yicha taqdimotda so'z boradi. Xalqaro ekspertlarning xulosalariga ko'ra, O'zbekiston eng ko'p energiya sarflaydigan mamlakatlar qatoriga kiradi. Xususan, respublikada binolarning yakuniy energiya iste'molidagi ulushi qariyb 50% tashkil etib, 1 kvadrat metrga to'g'ri keladigan energiya sarfi Yevropa mamlakatlariga nisbatan bir necha barobar yuqori. Shu bois, o'tgan yilda energiya samaradorlik sohasidagi islohotlarni tizimli yo'lga qo'yish maqsadida alohida agentlik tashkil etilgan. Ushbu tuzilmaga 2030-yilga qadar iqtisodiyotda energiya sarfini kamida 20% ga, davlat idoralari va ijtimoiy obyektlarda esa energiya iste'molini 15% ga qisqartirish vazifasi yuklatilgan. Taqdimotda agentlikning 2026-yildagi faoliyati rejalari ko'rib chiqilgan. Mamlakatdagi binolarning katta qismi o'tgan asrning 60-70-yillarda qurilgan bo'lib, ularda energiya sarfi darajasi yuqoriligicha qolmoqda. Shu bois, ijtimoiy obyektlar va aholi turar joylarini energiya samarador obyektlarga aylantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar rejalashtirilgan. Bu ishlarga joriy yilda 150 milliard so'm subsidiya va kompensatsiya mablag'lari yo'naltiriladi. Respublikadagi 30 mingga yaqin ijtimoiy obyektlarning energiya samaradorligini oshirishda xalqaro moliya institutlari ishtiroki va xususiy sektor investitsiyalarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratish zarurligi ko'rsatib o'tilgan. Joriy yilgi investitsiya dasturi doirasida 770 ta ijtimoiy obyekt energiya samaradorlik standartlari asosida modernizatsiya qilinadi. Bunga xalqaro moliya institutlaridan 264 million dollar mablag' jalb etiladi. Shu bilan birga, energiyani tejash orqali daromad olish mexanizmlari, energiya servis kompaniyalarining xizmatlarini rivojlantirish va ushbu bozorni shakllantirish masalalari ham ko'rib chiqilgan. Binolarni energiya auditdan o'tkazish, energiya samaradorlik standartlari asosida loyihalash va modellashtirishda raqamli texnologiyalar hamda sun'iy intellekt imkoniyatlarini keng qo'llash rejalari haqida axborot berilgan. Sanoat sohasida ham energiya tejamkorlikni oshirish bo'yicha aniq rejalar belgilangan. Jumladan, joriy yilda 142 ta to'qimachilik korxonasiga quyosh panellari o'rnatilib, 722 million kilovatt-soat elektr energiyasi va korxonalarning 693 milliard so'm mablag'i tejalishi kutilmoqda. Shuningdek, ichimlik suvi ta'minoti tizimida 300 ta nasosni yangilash rejalashtirilgan. Markazlashgan issiqlik ta'minoti tizimidagi mavjud muammolarga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ayni paytda issiqlik qozonxonalari va tarmoqlarining bir qismi eskirishi oqibatida energiya yo'qotishlari yuqori darajada qolmoqda. Shu bois, joriy yilda issiqlik qozonxonalari va tizimlarini modernizatsiya qilish, ularni yopiq tizimga o'tkazish doirasida 400 ta individual issiqlik punktlarini o'rnatish va kamida 100 kilometr issiqlik tarmoqlarini yangilash ko'zda tutilgan. Mutasaddilarga binolarni qurish, ta'mirlash va rekonstruksiya qilishda energiya samaradorlik standartlari va ta'sirchan qoidalarni ishlab chiqish topshirilgan. Taqdimotda elektr energiyasi sohasida raqobatli bozor mexanizmlarini joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar muhokama qilingan. Xususan, past kuchlanishli elektr tarmoqlarini xususiy sektorga berish ishlari Samarqand viloyatidan boshlanib, keyingi bosqichda Andijon, Jizzax, Namangan, Sirdaryo va Toshkent viloyati va Toshkent shahriga kengaytirilishi rejalashtirilgan. Bu orqali tarmoqlarni yangilashga investitsiyalarni jalb etish orqali yo'qotishlarni keskin kamaytirish ko'zda tutilgan. Elektr energiyasini ulgurji bozorini shakllantirish ishlarining borishi to'g'risida axborot berilgan. Hozirgi kunga qadar yiliga 10 million kilovatt-soatdan ko'p elektr iste'mol qilayotgan ulgurji iste'molchilar ro'yxati tuzilgan. Ushbu korxonalar uchun elektr energiyasini ulgurji bozorda soatbay shakllangan narxlarda to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida xarid qilish tizimini joriy etish taklif etilgan. Bugungi kunda energetika va kommunal sohalar bo'yicha alohida regulyatorlarni tashkil etish ishlari olib borilmoqda. Xorijiy tajribadan kelib chiqib, bu borada yagona regulyatorlarni tashkil etish taklifi bildirilgan. Prezident mazkur takliflarni ma'qullab, energiya samaradorlikni oshirish, resurslaridan oqilona foydalanish va energetika bozorida raqobat muhitini shakllantirish muhimligini ta'kidlagan hamda mutasaddilarga tegishli topshiriqlarni bergan. Prokuratura va ichki ishlar organlari oldiga muhokama qilingan sohalarda qonun talablariga qat'iy rioya etilishi va javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash,
Belgilangan chora-tadbirlarning so'zsiz ijrosini ta'minlash yuzasidan hokimliklar bilan yaqindan ishlash vazifasi qo'yilgan.